hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari Quva tumanimiz hokimligi tomonidan uyushtirilgan O'zbegim to'yxonasidagi bayram konsertida qatnashish uchun keldik. Biz mana shu konsertni uyushtirgan homiylarga, tashkilotchilarga, Media Focus studiyasiga o'zimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammani kirib kelayotgan 2022-yil yangi yil bayrami bilan muborakbod etamiz. Toshkentga so'zlasam Toshkentga borib, uzoqqa bormayman, qolaman xorib. Bugun esa sizga ko'nglimni yorib, Quvacha so'zlayman, quvaliklarim. Assalomu alaykum, muhtaram quvaliklar. Barchangiz bugungi konsert dasturimizga xush kelibsizlar deymiz. Kirib kelayotgan yangi 2022-yil quvaliklarga, farg'onaliklarga, butun O'zbekistonimizga baxt, omad olib kelsin deganlar Gulroz qarsigina emiysizlar. Bugun yilda, umrimda mana shunday xursandchilikda yilda bir marta bo'lsa ham o'zim uchun yashayman, borana. Mazza qilib konsertga boraman deb kelgan onajonlarimga, ayollarga, obalarga, akalarga, do'stlarga yuqori kayfiyat tilaymiz. O'ylaymizki, bugun konsert dasturi sizning qalbingizda yaxshi bir lavhalarga boy tarzda muhrlanib qoladi desak mubolag'a emas. Bugungi konsert siz kutgan va kutmagan san'atkorlar, mehmonlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Demak, bugungi konsert dasturimizni ochiq deb e'lon qilishni davramizni badiiy markaziga tuman hokim o'rinbosari Isaxonov Adval akamni taklif qilamiz. Gulroz qarsagilar bilan marhamat. Isaxonov Advalaga tuman hokimi o'rinbosari marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi bayram tadbiri ishtirokchilari, aziz otaxonlar, onaxonlar, opalar, singillar, akalar, ukalar, avvalo hammalaring mana shu muhtasham to'yxonaga, muhtasham dargohga xush kelibsizlar deymiz. Mana shunday dargohda mana shu Quva ahliga bayramona kayfiyat ulash maqsadida taqdim qilgan mana shu O'zbegim to'yxonasini tadbirkori Nuriddinjonga avvalo hammalaringni qarsaklayni ostida rahmat aytamiz. Hurmatli bugungi bayram tadbiri ishtirokchilari, mana shunday ulug' ayon kunlarda bayram arafasida sizlar bilan uchrashib turib, mana hozir Toshkentdan azim joyimizdan mehmonlar qayta tashrif buyurishgan. Mana Mirzakam Xolmedov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va boshqa bir qancha san'atkorlar hozir tashrif buyurishyapti. Ular bilan albatta Quva to'g'risida bildirilgan takliflarni eshitib turib, bevosita mana shu Quvada tug'ilganimiz uchun, Quvada yashayotganimiz uchun, Quvani xalqiga xizmat qilayotganimiz uchun, Quvada mehnat qilayotganimiz uchun albatta bir g'urur baxsh etdi menga. Chunki mana shu Quvamiz to'g'risida har qanday iliq gap eshitsa, albatta odam mana shu Quvada tug'ilib o'sgandan faxrlanadi.
quvamiz to'g'risida albatta mana shunday mehmonlar har doim quvani xursandchilik kunlarda, bayramlarda, juda katta anjumanlarda tashrif buyurishib, albatta quvani o'ziga yarasha o'rni bor, salohiyati bor. Ayniqsa mana shu 2021-yil o'tib ketayotgan 21-yil quvalari uchun alohida yil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki barcha sohalarda o'sha erta bahorgi chilgi hosildan tortib pilla, bug'doy, mana yaqindagidan yakunlangan mana paxta yig'im-terim mavsumi yakunlariga ko'ra Quva tumani viloyatda hosildorlik bo'yicha eng yuqori hosildorlik olib, o'sha viloyat rahbarlarini, respublika rahbarlarini o'sha minnatdorchilikni olishga muyassar bo'ldik. Albatta bu mana shu yerda o'tirgan opalarimizni, singillarimizni, onaxonlarimizni ulkan hissasi bor. Mana shu ulkan xurmoni yuksaltirishda qolaversa quvamizda bo'layotgan, keyingi yilda bo'layotgan hurmatli yurtboshimiz muhtaram Shavkat aka Mirziyoyev boshchiligidagi mana shu olib borilayotgan islohotlar albatta quvamizda o'zini isbotini yaqqol namoyon qilyapti. Mana quvamiz o'zgacha bir ko'rinish kasb etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'sha Farg'onadan kirib kelayotgandan boshlab mana shu quvani markazlari oldin mana shunday yorug' charog'on ko'chalarda yurishlardi. Farg'onaga borib, Mag'longa borib, Toshkentga borib havas qilardik. Mana o'zimizni quvamizda mana kechasi bemalol hamma yurib, hattoki ertalabgacha mana shu barcha aholiga xizmat ko'rsatadigan savdo maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari ertalabgacha faoliyat ko'rsatyapti. Mana shu kuni kecha mana shu tadbirni tashkillash arafasida mana shu ko'rib chiqdik, tuman hokimligi bilan birgalikda quvamizda 15 ga yaqin mana shunday to'yxonalar hozir faoliyat ko'rsatyapti. Bu ham bo'lsa mana shu quvada olib borilayotgan islohotlarni mana shu aholi farovonligi, aholiga xizmat ko'rsatish darajasi yuksalib borilayotganidan yaqqol namoyon bo'ladi. Hurmatli bugungi bayram tadbiri ishtirokchilari, mana bir oy oldin mana shu tadbirkorimiz bilan Kamoliddin bilan Nuriddin bilan boshqa mana shu ijodiy guruh bilan birga o'tirib tuman hokimligiga borishib maslahat qilgan edik. Mana shu bayram arafasida quvoylar uchun bir chiroyli tadbir tashkil qilib, xalqimizga bir bayramona kayfiyat baxshida qilsak, bir oldimizga qo'ygan shunday maqsadimiz bor edi. Bular taklif bilan chiqishganida Quva tuman hokimligi mana shu taklifni qo'llab-quvvatladi. Mana shu bugungi tadbirimizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'z ustasi Mirzabek aka Xolmedov, taniqli xonanda, estrada xonandasi Bahodirjon Mamajonov, Akmalxon Saduxon, mana bularning qo'shiqlarini hammamiz televideniya orqali, matbuot orqali juda yaxshi tanishmiz. Mana shu bugun sizlarga ular bel bog'lashib turibdi. O'ylaymizki, bugungi bayram kechasi Yangi yil arafasida hammalaringga, oila a'zolaringga juda katta bir xursandchilik, bayramona kayfiyat baxshida etadi. Fursatdan foydalanib yana bir bor hammalaringni kirib kelayotgan 2022-yil bilan, Yangi yil bilan tuman hokimligi nomidan, shaxsan o'zim nomimdan tabriklayman. Yangi yil hammamizga baxt, saodat, qut barakat olib kelsin, dasturxonlarimiz to'kin bo'lsin. Hamisha quvamizda mana shunday xursandchilik kunlar, bayramlar bo'lsin. Vaqtimizga yurtboshimiz omon bo'lsin. Viloyat tuman rahbarlari xalqimizga xizmat qilish yo'lida, xalqimizni rozi qilish yo'lida charchamasin degan umidda bugungi bayram tadbirini ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat hammalarga. Tashakkur tuman hokimiyatiga biz ham o'z minnatdorchilik bildirib qolamiz. Hurmatli mehmonlar, hurmatli qadrdonlar, demak davramiz ochiq deb e'lon qilindi. Ana endi kayfiyatingizni ko'tarish uchun ajoyib qo'shiq bilan boshlaymiz. Sahnada vodiyimizda o'zini o'rniga ega bo'lgan Davr estrada guruhini qarshilamiz go'zal qo'shiqlar bilan. Marhamat. Doring ko'tarildi g'uboring, unda ko'p yoyib turar akang bergan ro'moling. Dilim shod sen tufayli, sevaman mislaylik. Xumor, xumor, xumorman, bilsang bilmasang mayli. Shama keladi joydan, joy etsam qaysi joydan, istab boraman degan so'zlaring qoldi qayda. Istab boraman degan so'zlaring qoldi qayda.
shirinsiz, yomon ko'zdan asrasin oy yuzi qirmizimsiz. Rahm qil menga shu on, unda turmasin to'fon, yo'llaringga intizor, so'rsin guling oyxon. Shama keladi joydan, joy etsam qaysi joydan, istab boraman degan so'zlaring qol qayda. Istab boraman degan so'zlaring qol qayda. Bog'da chaman gulzorda bergan va'dalaringni eslagin yosh chog'da. Shama keladi joydan, joy etsam qaysi joydan, istab boraman degan so'zlaring qol qayda. Shama keladi joydan, joy etsam qaysi joydan, istab boraman degan so'zlaring qol qayda. Istab boraman degan so'zlaring qol qayda. Qizim kela qol, ko'zlar shahlo, men seni berayin shofyor o'g'liga. Yo'q dadan tegmayman shofyor o'g'liga, ko'ylagi kir bo'lsa yo'l berar menga. Nozanin noziman, ona merkasiman, sizni yolg'izingizman, oqu qorangizman. Nozaning nozisan, erkak qizimsan, iltimos unutma, yolg'iz umidimsan. Hey, nozanimman. Voy qizim, so'zimga quloq sol birdan, sening zardalaring keldi bo'g'zimga. Yo'q dada, men sizni xafa qilmayman, shartimga ko'nsangiz zarda qilmayman. Kabriolet olib berasiz, zebu ziynat berasiz, uylar qurib berasiz, keyin uzatasiz. Kabriolet olib bermayman, ortiq erkalamayman, erini uyga borganda senga baxt tilayman. Hey, nozanimman. Mana shunday go'zal qo'shiqlardan keyin albatta ana endi bemalol oldingizga qo'yilgan nozu ne'matlarni tanovul qilib bemalol o'tirasiz. Yoqimli ishtaha tilaymiz barchaga. Mana shunday kayfiyatdan endi xursandchilikni, kulguni boshlaymiz. Ustozimiz Mirzabek Xolmedovni shogirdlari, bizning ustozimiz bo'lgan ajoyib so'z ustasi Qo'shlar guruhi. Mahkam bo'yakanman aka deb qilamiz Gulroz Qarsakida bilan. Yaxshi kayfiyat kun davomida, yil davomida qolaversa, umr hayotingiz davomida bardavom bo'lishini tilab, Qo'shlar guruhi solist marhamat.
Hozir ko'rib turib, gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman-da. Kecha 30 kishilik to'y qilyotgandik-da. To'g'rimi? Issiq sovuqlar o'tdi. Yoshligimizda 2-3 sinfda o'qiganimizda enalarimiz, opoqlarimiz duo qilardiki, tinchlik, omonlik, xotirjamligini berginsa, voy, opoqa, namuncha tinchlik to'g'rasiz dirganmizda. Lekin har birimiz mas'ul ekanmiz, yurtimiz tinch bo'lsin deb har bir duoyimizda qo'limizni ochib Allohdan so'rashimiz kerak ekan. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Yana mana shalik o'zbegim aytadiki, to'y qilmasa, uy solmasa xo'xo deydi. Biz to'y ham qilaveramiz, uy ham solaveramiz, to'g'rimi? Mana bunday qarasam, ko'proq opalarimiz o'tirish kerak albatta. Ilohim mana shu yerda o'tirgan hamma opalarimizga, Alloh kelin olish deydi, Alloh nasib qilsin. Qaynalarga nima qilgan bo'lsa qaytsin. Desam bir joyda deydi bittasi. Agar qayningizga oq ro'molcha bergan bo'lsangiz, oq ro'molcha qaytadi. Ko'k ro'molcha bergan bo'lsangiz, ko'k ro'molcha qaytadi. Mabodo qo'lda biqinga qolib va degan bo'lsangiz, fa bo'lib qaytadi. Shuning uchun nima bo'lgan taqdiri ham xonadonimizning fayzi nuri, ayollarimiz sog' bo'linglar. Bugun mana yangi yil arafasida o'tiribmiz. Zo'r kayfiyatda mana shu yilni kutib olsak, Xudo xolasa 2022-yilda har xil ofat balolardan Alloh saqlasin. O'sha virus o'lgur qatdan kelgan bo'lsa, o'sha yoqqa qarab ketsin deganlar bitta qarsakinglarda ham eslar. Qanijonlaring sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Bugun endi quva deganda og'zingiz to'ladi-da. Bu quva endi o'zini nomi bilan quvada endi. Buni onorini endi Yaponiyada ham bilishadi-da. Shuning uchun batta mashaqqatli bir mehnatkash, zabardast insonlar. Shuning uchun quvaga boshimiz yerga tekkin sho'r ta'zim bajo aylaymiz. Baxtimizga sog' bo'linglar. Davramizga ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, kulgu darg'asi Mirzabek Xolmedovni kutib qolamiz. Ustoz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarsak chaganlarning qo'llari dard ko'rmasin. Qarsak chagan opalarimiz Toshkentga omad shouga borib, Citydan 3 xonali uy tuvasirlar. Qarsak chamagan opalarimizni belgi bekkan bankalari otilmasini. Ustoz assalomu alaykum, xush kelibsiz, xushvaqt bo'ling. Rahmat, baraka top. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, quvaliklar. Biz bolaligimizda quvaga kelmasdan turib, quva mashhur bo'lgan bizda. Quvani anoridirdi. Shu quvani anorlardan yeganmiz. Ilohim xalqi ham tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Juda onaxonlar, opa-singillar ko'p kelibsizlar. Qadaminglarga hasanat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. O'g'linglar kuyov bo'lsin, qizinglar kelin bo'lsin, nabiralar ko'ringlar. Topganinglar yaxshi kunlarga, mana shunaqa to'kin sochin dasturxonlarga, atrofda aziz mehmonlarga nasib qilsin. Aziz boshinglar omon bo'lsin, qo'shganinglar bilan qo'sha qarib, ko'p yillar yaxshi kunlar davri davron surib yuring. Bolalaringizga, o'g'illarga yaxshi kelin kelsin, qizlarga yaxshi qayliq uchrasin, chiroyli qudalar kelsin. Sovchiliklarga borib, onam aytardilar, rahmatli, sovchiliklarga yuraverib, kallishim yirtilib ketguncha yuraman derdilar. Menga unaqacha sovchilik yurmaganlar, xotinlarim o'zim topib kelaverganman. Sovchilikka borganlar bormi ichinglarda? Xotinlar borganmisizlar? Endi eshik taqillatib borardingiz, hozir shahar joylarda eshikni ochib qaramaydi ham. Shu kameradan bundoq qaraydi. Kim deydi? Sovchilikka kelgan nima deydi? Men nimaga keldim deydi? Men qulchilikka keldim deydi. Saligi kameradan qarab turgan erkak ham aytibdi, biz odam savdosiga qarshimiz, keting debdi. Keyin nima deysiz?
Ostonangizni Supurgani keldik deymiz. bizda bor, ishchi xotinlar bor, hamma yoqni tozalab yurishadi. Biz supurgi ishlatmaymiz, pilisos bizda, pilisos. Desa keyin yana aytasiz, sizda Bir gul bor ekan. gul yo'q bizda, hamma yoq gazon, archa bo'yatibdi. Keting bu yerdan. Endi nima deysiz? Siz tushunmadingiz. Sizda gul bor ekan, bizda Bulbul bor ekan. ana doktorga boring, singlim, meni oldimga ne keldingiz? Rasmga tushaylik, ha, tush. Radarga tushgandan ko'ra rasmga tushgan yaxshi. Katta yigit bugun oting kim? Said Umarxon. Said Umarxon. Qarang, Said degani insonlarning yaxshisi degani, Umarxon degani o hazratlarning otlari bo'lgan. Ikkitadan telefoning bor. Qara, seni yoshingda meni paypog'im yo'q edi. Bo'lsa ham yirtiq paypoq bo'lardi biz yoshligimizdagi paypoq. Yo bosh boldag'i chiqib turardi, yo to'piq ketardi, tovon ketardi. Xotinlarga maqsad berishardi. Ha, ke qizim, sen ham suratga tushgani keldingmi? Qayerlisan? Quvadan. Quvadan nimaga bo'lmasa Yaponiyaliklarga o'xshaysan? Quvaga opaqalarim borgan deysan, bu yo'q Yaponiyaga. Oting kim? Shohsanam bonu. Shohsanam bonu 3 seriyali oting bor ekan sani. Suratga tushamiz. So'raganni aybi yo'q, Shohsanam bonu qidiruvda emasmisan ishqilib? Ha, haydiyat. Iloyo qidiruvda bo'lgin. Seni qidirib kelsin. Qaylig'ilar, kuyovlar. Katta to'xtudik. O xotin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik. Sen eringni ol suratga, meni nima qilasan olib suratga? Xo'sh, oxiri aytasiz. Tushunmagan g'alcha odam ekansiz. Biz sovchimiz. Qizingizga Sovchi bo'lib keldik. ha, ana bizni vaqtimizda so'rardi, kuyov armiyaga borganmidirdi. Armiyaga bormaganga qizini bermasdi. Mana siz ham qaylig'iz armiyaga borib kelganmi? Ha, borib kelgan. Ana o'shandan keyin tekkansiz. Armiyaga bormaganni qo'rqardi qizini bergani. Yo tutqanog'i bo'lsa kerak, yo ko'rpada qasdi bo'lsa kerak derdi. 2 million isrof qiladigan-a? Yaxshi xudo uchrasin. Ko'ngli ochiq, qo'li ochiq, shirin so'z, mehmon do'st. İçiyle de mana otaxonimiz o'tiribdilar. Ota ayollarning ichida o'tirib, mazaq o'tiribsiz ayollarning ichida. Xola poshsha yo parhez qilasiz yo men surilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ayolingiz bo'lsa kerak, a? Yoningizda yeri ko'kka ushonmasdan olib o'tiribsiz. Siz ham ozgina ozar ekansiz, taqqa ozasiz, o'zi ozib bo'libsiz-ku siz. Sizni figurangizni shahardagi xotinlar orzu qiladi, opa. Shaharda xotinlar semirib ketaveradi. Bunaqa joylarda mehnat borda baribir, to'g'rimi? Mehnati bor. Otaxon onamizni olib kelibsiz-da. Ha. Sen birga borib konsert ko'rib kelaylik deb keldik-da. Yaxshi qilibsiz. Bunaqa konsert ko'rgani kelmagansiz. Siz kampiringizni rashk qilib kelgansiz, qorovul bo'lib. Atrofingiz to'la shuncha jonon opa-singillar kampiringizni yoningizda olib o'tiribsiz. Hidiga to'ymovdingizmi? Necha yil yashadinglar onajonim bilan? 42 yil. Voy, 52 yil. necha yil? 52 yil. 52 yil. Voy. 50 yil yashaganmisizlar. Nechta bolani ota-onasizlar? Ikkita qiz, 4 o'g'il. 4 o'g'il, 6 yog'iylardan onajonim, otajonimni hurmatlab yursin. Nabiralar ham ko'pdir. 16 ta. 16 ta nevara, 7 ta chevara. 7 ta chevara. Siz hech narsa qilmagandek o'tiravering, yuzingizni o'g'irib, chekkada uyaling. O'zi hamma ish siz boshlagansiz, onajon. 52 yil yashagansizlar. Voy, barakatam. Hech urushganmisizlar? Yo'q. Xursandchilik bilan yashaganmiz. Urushmaganmisizlar? 52 yil yashab choli bilan urushmagan xotinni yuziga qaramasam bo'lmaydimi? Bismillahirrohmanirrohim. Bob rahmatlaringizga ko'z tegmasin onajonim.
Urushganmilar yo'qmi? Yo otaxon uyelyaptilarmi? Ko'pchilikning ichida gapirgani. Urushgan. Urushgani yo'q. Esingizda yo'qdir. Kallangizga urganiga eslolmayotgandir siz hozir. Urushganimiz yo'q. Lekin negadir mana shu tomonni tortib ketadi desangiz kerak. Sen lekin точно eringdan kalta yegansan sen. Ko'rinib turibdi. Iloya choli kampir zapasilarda yana 50 yil yashash yozilgan bo'lsin. Bularga qarshi chalganlarni qo'li dard ko'rmasin. Voy baraka toping. Chape chalganlarni qo'li tasbih sanasin, pul sanasin. Ha qaravering. Ne sizni quvayingizga xush kelibmiz. Iloya quvani o'ziniki qilganlar qarayali xotinni. Bizni quvamiz. Iloya yurganda yo'lingizdan, o'tirganda o'rningizdan Xudo baraka beraversin. Bu dunyoda ham astag'firulloh qolib ketib qoldi. Indamay turishingni qara. Assalomu alaykum. Siz mana shu qizni 5 yoshligida ko'rib aytdingizki, Kamolaxon kamolga yetganlarida to'ylariga kelaylik, Xudo xolasa dedingiz. Lekin Kamolaxon kamolga yetib to'ylari bo'lib, farzandlari katta bo'lib qoldi. Endi farzandlarini uylaganda sizni chaqiramiz. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Nechta bolani onasi bo'ldingiz Kamolaxon? 3 ta. Voy joningizlar. Iloyo, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Siz sog' bo'ling. Siz bularning onajonisiz. Salomat bo'ling. Cholingiz bormilar? Borlar, Xudoga shukr. Maladiz, yaxshi xotin ekan, qarang, shu yoshda ham cholini saqlab yuribdi. Kimmi? Vodiyni kimi? Shoiramiz, o ismlarini aytinglar. Zuhra Aliyeva. Zuhra Aliyeva degan Quvvani shoirasi opamiz o'tirgan ekanlar, ustoz. O'zim ham aytdim, bu Radha qayoqdan kelib qoldi ekan? Indiski kinodagi Sangamdagi Radhani o'zisiz. Bir Quvvalilarni tabriklab qo'ying bo'lmasa, mikrofon ro'para keldi. Men ushab turing, siz gapiraverasiz. Aziz yurtdoshlar, juda ham shu lahzalarni kutgan edik. Avvalo hammalaringga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin va bugungi bayram. Mana endi oilamiz, mana katta qizim Zeboxon, Kamolaxon, hammamiz shu Mirzabek kelarkanlar deb keldik. Hamma oilamiz nomidan salomlar olib keldik. Bu yurt allomalar yurti, bahodir zodalar yurti, so'zidan qaytmagan mardlar, dili pok tozalar yurti, tavakkal qodir o'g'liday baland ovozalar yurti, mening zo'rlarga bergusiz jahonim, jonajonimsan. Mening zarlarga bergusiz jahonim, jonajonimsan, quvamsan, dilda borimsan, onam Farg'ona jonimsan. Xush kelibsizlar. Voy baraka toping, baraka opajonim, baraka toping. Xo'p bo'ladi, hamma yoniga boramiz, hamma bilan suratga tushamiz. Meni boshqa qiladigan ishim yo'q suratga tushishdan boshqa. Bo'ldi, so'raganda ayb yo'q, qidiruvdan emasmisiz? Xizmatda ekanlar. Iloyo hamma xizmatga qidirib yursin sizni. Bo'yningizga osib olganingiz nima? Xomidov Baxtiyor. Salom, Baxtiyor bo'lib yuring. Bolalaringizga bosh bo'ling, iloyim. Bolalaringga bosh bo'ling. Shoir opa, sog' bo'ling, iloyim. Kasal bo'lmang, og'rimang. Chiroyli she'rlarni yozib, xalqni kayfiyatini ko'taravering. Sog' bo'lib yuring. Boshingiz omon bo'lsin. Salomat bo'ling. Mana bu yerda erkaklar, ayollar o'tirishibdi. Oila bilan kelgansizlar desizlar, ha? O'zimiz keldik. O'rtoqlar bilan keldik. O'rtoqlar bilan keldik. Yaxshi. Uch klassda Quvada yashaysizlarmi? Quvada yashaymiz, o'qituvchimiz. 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 Qaysi fandan kirasiz? Matematika. Matematikadan o'lgudi yomon ko'rgan fanimman. Bolaligimda ham o'qigan emasman matematika. Shuncha haligacha qo'shib ayirishni bilmayman. Bolalarga ustozlik qilar ekansiz, iloya sizni shogirdlaringiz hammasi zehni zo'r. O'zbekistonning olimlari bo'lsin iloyim. Endi qo'shib ayirishni xotin o'rgatadi-da, to'g'rimi? Xotin kishi o'rgatadi-da. Yo'lga soladigan ham xotin kishi. Iloyim sog' bo'lsin. Qizinglar kelib bo'lsin. Uzatganmisiz? Yanis kelsin, Xudo xolasa. Ana bittasi kelib, "Onajon, duo qiling, turmushga chiqaman." Onasi hazilkash xotin ekan. "Voy, shunaqami? Mana" debdilar. Bu nima qilganingiz? O'tir uyda. Nimaga endi o'tirar ekanman? Baxtimga qarshimisiz? Turmushga chiqaman dedimmi? Chiqaman.
Sonasi aytarmish, "4 marta chiqding bo'ldi" deydi. O'tir endi uyda. Aynan sizdan rahmat. O'tirdi, qiz aytarmish, "Siz duo qilib turing, men chiqaman, qaytib kelaman" debdi. Iloyo qizlarimiz borgan joyida tosh bo'lsin. Yotig'iga yotsin, botig'iga botsin. Tosh kelsa kemirsin, suv kelsa shimirsin. O'g'il qizlarga ona bo'lib yursin. Yashang. Baraka toping. Ularni olib qo'ying birga. Rahmat. Sog' bo'ling. Aytganingiz bo'lsin. Amin. 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 Sog' bo'linglar. Rahmat. Hammanglarga rahmat. Kechirasiz endi. Men jonim bilan edi. Boshqa meniki emasmi bu? Yo, siznikimi? Mayli, qolaversin. Iloyo yaxshilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, to'ylar bo'lsin, xursandchiliklar bo'lsin. Hozir to'ylar mana shunaqa to'yxonada o'tyaptimi? Ana, shoir opa, siz turmushga chiqqaningizda hovlida bo'lgan-a to'y. Hovlida bo'lgan, yomg'ir yog'ib bergan buni ustiga. Baraka topinglar. Kelinlar bizani vaqtimizda kallasini ko'tarmasdi. Oppoq parchadan ko'ylak tiktirib olib, chopinchig'ini tashlab olib, boshini egib o'tirardi. Kelinlar kallasini ko'targan emas. Hozir qizlarimiz ochilib, sochilib o'tiradi, kulib, suratlarga tushib, juda zamonaviy bo'lsa, kuyov kelin o'ynab ham beradi o'rtaga chiqib. Ana, siz uylanganingizda qanaqa bo'lgan aka? O'tirgansiz do'ppida, mingtali lampochkani tagida o'tirganmisiz? Orqangizga gilam osib qo'yganmi? Gilamga nima deb yozgan? Xush kelibsiz. Ana, nimadan yozgan? Paxtadan. Paxtadan xush kelibsiz deb yozgan. Bitta chang to'zon ko'tarilgandan keyin bitta kayib kelib, kalla qo'ygandan keyin bir ikkita harf uchib ketib, yepsiz o'zi qolgan. To'g'rimi aka? Ana, do'ppida o'tirganmisiz? Bizning vaqtimizdagi do'ppilar sifatsiz ekanmi bilmayman, ichida qamishi ham bor. Yelim qilardi, kilayni hidiga chidi bo'lmasdi. O'g'linglar, qizinglarning rohatini ko'ringlar. Assalomu alaykum. Chukotkadan kelgan shekilliga ajab postillarni kiyib olibsiz. Kalamushda nima gunohsiz sovuq qotsangiz? Shu yerlikmisiz, Quvadanmisiz? Xudoga shukr. Xo'jayin olib kelgan Rossiyadan. Xo'jayin olib kelgan Rossiyadan. Voy, baraka topsin. Qanday yaxshi xo'jayinlar bor ekan. Sizni xo'jayiningiz Rossiyadan olib kelgan bo'lsa, mana bu xotinni xo'jayini Shimoliy tundradan jo'natibdi mana. Qaysidir oq oyog'ini terisini shilib olib, xotinim kiysin deb jo'natgan. Iloyim qo'sha qaringlar, qo'shganinglar bilan boshinglar omon bo'lsin. Bu yerda shuncha onalar, opa-singillar o'tiribsizlar. To'y ko'ringlar. Aziz boshinglar to'ylardan, yaxshi kunlardan chiqmasin. Endi hadeb gapiravermasdan orasida shuni ham aytib beraymi? Eshitasizlar. Aytaymi? Bo'ldi, kelishdik. Ana ruxsat bersanglar. Said Umarxon, tanidim seni. Kim bo'lasan katta bo'lsang? Harbiy. Harbiy. Ikkita erkak gaplashib tursa, bir bola kelib bitta erkakni qo'lidan ushlab, "Dada" debdi. Kim bu? O'g'lim. Ha, katta bo'lsin. Gaplashib tursa, ikkinchi bola kelib ikkinchi qo'ldan ushlab, "Dada" debdi. Bu kim? Bu ham o'g'lim. Ikkita o'g'lingiz bormi? Katta bo'lsin. Sizga o'xshashmaydi-yu. Onasiga o'xshaydimi? Yo'q. Yonimizga harbiy qism ko'chib kelgandan beri hech kimning bolasi o'ziga o'xshamayapti. Chunki bu bolalar harbiylarni ko'rsa, "Men ham harbiy bo'laman" deydi, to'g'rimi? Ha? Iloyo harbiy bo'lgin. Uylanmaganmisan? Yo'q. Deb xursand bo'lib gapirma, pushaymon bo'lib gapirgin. Yo'q, deb iloji bo'lsa yig'lagin. Mana suratga tushyapmiz. Yana suratga tushay, boshqa nima deysiz endi? Said Umarxon katta yigit bo'lgin, mana salomat bo'l. Harbiy bo'lar ekan, vatanimizni posboni bo'lar ekan. Samarqandga ziyorat qilaman deb 3 ta xotin poyezdga chiqsa, ular kirgan xonasiga bir erkak vaqtliroq kirib, tepadagi o'rindiqqa yotyapti. Birov kirsa, e'tibor qilmayman. Chalg'itmayman-da, hamma tushib ketgandan keyin men ham tushib ketaman. Jim uxlab yotaman desa, poyezdning xonasiga 3 ta xotin kiribdi. Voy o'lsin, erkak ko'pa, vokzal to'la erkak. Ha, erkaklar bola chaqamni boqaman deb yuribdi-da. Erkakdan gapirdingiz. Sizga qanaqa erkaklar yoqadi? Hey. Sizga qanaqa erkaklar yoqadi?
mard erkaklar yoqadi. Mard erkaklar yoqadi. Shart qolgan mardi yo'q hozir. Qanaqa erkaklar yoqadi desa, menga abjaq, pachaq, pakana, kaltak yuzda erkak yoqmaydi. Baquvvat bo'lsin, govdali bo'lsin, sportchi bo'lsa ham mayli, polvon bo'lsin, o'zingizgacha. Desa Said Umarxonni qarindoshi ekan u xotin. Menga voyennilik yoqadi, voyennilik. Voy formasini ko'rsam havaslarim kelib ketadi. Bolalarim voyennilik bo'lsin deb. Uchinchisiga sizga qanaqa erkaklar yoqadi desa, uchinchisi menga debdi o'zbek erkaklari umuman yoqmaydi. Umuman yoqmaydi. Menga indiskiy artistlar yoqadi. Voy qo'shiq aytadi, o'yinga tushadi, sevgisi uchun mushlashadi, kurashadi. Indiskiy artistlar yoqadi. Siz tepada yotgan erkak eshitib olgan u. Pastga gurs etib tushgan ekan, 3 ta xotin chochilib ketib qolibdi. Voy o'linga, osmondan tushdingizmi, yerdan chiqdingizmi, kimsiz? Desa Ali erkak, ruxsat eting o'zimni tanishtirsam, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustasi mayor Mithun Chakraborti bo'laman debdi. Lekin bizning o'zbek xotin-qizlari peshonasiga kim yozilgan bo'lsa, o'sha bilan qo'sha qarishadi. O'g'illarini, qizlarini katta qilishadi. Xonadonini fayzlik, chiroyli qilib o'tirishadi. Ko'z tegmasin sizlarga, sog' bo'linglar. Ayollar bor uchun quyosh nur sochar. Ayollar bor uchun go'zaldir bashar. Ayollar bor uchun erkaklar yashar. Boringlarga shukr. Sog' bo'lgin, sen ham katta yigit bo'lgin. Uylansang to'yga aytib kelaman, bo'ptimi? Kelishdik-a? Uylansang to'yga aytasan, bo'ptimi? Hozir bo'pti deding-ku? Bo'pti. Bo'pti ana, sog' bo'l. Xudo xolasa uylansang sog'ayib ketasan. Mayli, ukajon, ukajon. Nemislar kinosidagi nemislarga o'xshaysan, tavba qildim. Assalomu alaykum. Qizingizmi, o'g'lingizmi? O'g'lim. O'g'lingiz nechta bo'ladi? Bitta xolos. Bitta xolos? Uyat shu yoshda bitta xolos. Bunaqa o'tirishlarda nima bor senga? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Bo'lami o'yinchoqmi? Odam ekan u. Assalomu alaykum. Qo'rchoqdek qilib kintirib qo'yibsiz-da. Katta bo'lsin shular. Bu o'g'il ekan, o'g'ilmi? O'g'il, bu qiz ekan, xudo bo'lay, mana. O'g'ilmi bu ham? Baraka top. Uzr, yosh o'tgandan keyin ushlab ko'rmaguncha bilmay qolar ekansan. Uzr so'rayman. Mana shu yerda chiroyli onalarimiz o'tirishdi. Mana ko'zim tushdi-da, shularning oldiga keldim. Onajonimiz erkaklar bola chaqa deymiz, va alaykum assalom. Tirikchilik deymizda. Ko'pam bola chaqa bilan, ro'zg'or bilan ishimiz yo'q. Pul topib keldik, bo'ldi deymiz. Yer dumaloq oshna, mayli yugur chop. Mol dunyoni shoshma, mayli qoplab top. Yuragingni qiynar ekan istirob. Nimaga, nima uchun, nega deysan? Hammani topasan. Onajoningni topolmaysan. Suluv qora ko'zda nozi qarashma. Obro' mansab, mol va davlat talashma. Begonani ko'ksiga boshingni qo'yib, erkalana olmaysan oshna. Hammani topasan, onajoningni topolmaysan. Oshna og'ayni yoki dilkash ulfat, do'st bilinar boshingga tushganda kulfat. Farzand uchun og'ir musibat, nega tirikligida qadriga yetmaysan. Hammani topasan, onajoningni topolmaysan. Aka uka, opa singil jigar bari. Bitta onang o'rnini bosolsa qani? Xudo kechirgin meni, bir kun kelar chidolmay dod deysan. Onangdan yaxshiroq, onangdan yaqinroq odam topolmaysan. Ilohim, onalarimiz o'tirishibdi, yoshlari ulug', sog' bo'lishsin. Obi Zamzam suvini ichiraman deganimda yo'qsiz onajonim demasin. Shirin shakar taomlar pishiraman deganimda yo'qsiz onajonim demasin. Tizzangizga boshimni qo'yaman, boshimni silab duolaringizni olaman deganda yo'qsiz demasin. O'lmanglar, yaxshi yuringlar. Boshingiz omon bo'lsin, sog' bo'ling. Cholingiz bormi, cholingiz yo'qmi? Yo'q, ana ko'rdingizmi? O'lganda siz o'lib ketardingiz, o'rningizga cholingiz ketibdi, shuning uchun hech xafa bo'lmang.
Cholni ketkizib yuborib kayf yuribsizlarmi? Ana shunda onaxonlar o'tiribdi. Bu onajonlarga chiroyli ashula aytib beraylik endi, ha? Onajonlarimiz chiqsin. Shu bolani ko'rib kelaman deb kelishgan katta rahmat. Iloyo sog' bo'lsin. Ko'rsatganiga shukr. Onajonlarimizning umri uzoq bo'lsin. Bularning bori davlat. Yo'qlariga faqat yaxshi niyat qilaveramiz. Davralarda o'ynasin onam degan ashula aytib beraman. Maylimi? Raqsida onajonlarimiz. Ota boboday karim o'ynagiz kelsa chiqib o'ynaverasiz ham. 52 yil bitta xotinga qarab o'tirib zerikkandirsiz. Marhamat, ketdik. Aynan sizlardan rahmat kattakon o'ynagan oyoq qo'linglar og'rimasin, o'zingizlarga xizmat qilsin. Sog' salomat bu biringlar. Endi rasmga tushaman deganlar. Ha fotoga ular ham tushib surat. Ay, bo'lmasam-chi. Sen bilan birov kelib suratga tushaman dedimi? Masalan, senga kim aytdi senga? Qizli ham kelmasa kerak, yoningga shapkani yetsang, astag'firulloh desa kerak. Sen uylanganmisan? Yo'q, yosh bola. Maktabda o'qiysanmi? Bo'yiga qaramas ekanda, qarang. Bu yigitni xuddi sancha uylanib, nevarali va alaykum assalom bo'lganga o'xshaysan xuddi. Yaxshimisan qizim? Oting kim? Oting kim oting? Marjona. Marjona, chiroyli ismi bor ekan, ko'rdingmi? Hali uylanmadingmi? Yo'q. Bandalik, Alloh sabr bersin. Nega uylanmading? Xudo xolasa endi. Xudo xolasa endi chiroyli berrahga. Chiroyli yigit ekan. Mana xotinlar qarab qo'yinglar, soch kelib qolsa babodi shu yigitdan. Aylan, o'zingni ko'rsat, aylan. Turpas tur, o'tirib turib, ha, o'tirib tur. Bitta oyoqlaringni ko'tarib qo'y, ana shunda. Ana kim nima desa qilaveradigan jinniga kim ham qizini berardi degan savol bor. Sog' bo'l, chiroyli go'shakkalarga kuyov bo'lgin. Umringlar uzoq bo'lsin, aziz quvalinglar. Hammanglarning yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin hayotinglarda. Keling opajon, suratga tushasizmi? Keling opajonim. Nevaralardan nechta bo'lib ketdi nevaralardan? 7 ta. Xo'jayingiz bormilar? Albatta.
Albatta bor. Albatta bor. Siz borligingiz uchun boriladi. Albatta. Baraka toping. Albatta. Albatta. Bundan yaxshisi bormi hayotda? Bor albatta. Jannatda. Ilohim jannatni bo'lib yuringlar, boshinglar omon bo'lsin. Sog' bo'linglar. O'rtakash ukam qayerdasan? Bu yoqqa. G'ulom ikrom, ikkita bismillah. Mirzabek Xolmedov Gulro Asqarsagilar bo'lsin. Rahmat. Yasha. Mana shunday kayfiyatda davom etamiz mana. Kayfiyat yuqori bo'lsa albatta o'tirgan odamni dili yayraydi mana ustoz boshligida Xudo xolasa. Demak, qo'shiqlarda davom etamiz. Davraga yana bir iste'dodli xushovoz xonanda Vohid Abdulhakimni taklif qilamiz Gulro Asqarsagilar bilan. Marhamat. E'tiboringiz markazida yosh iste'dodli o'zini muxlislariga ega bo'lgan Vohid Abdulhakimning go'zal qo'shiqlari quvoliklar uchun taqdim etilishda davom etadi. Rahmat. Hammalaringga avvalo assalomu alaykum. Fayzli to'yxonaga kelgan aziz insonlar. Bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Mana san'atkorlarimiz, ustozlarimiz birin-ketin mana chiroyli davom ettirishyapti. Marhamat. Biz ham qo'shiqlar sizlarga havola etamiz. Marhamat. E'tiboringiz markazida xushovoz xonanda Vohid Abdulhakim. Hozir shu yerda Xudo xolasa birozdan so'ng yana taklif qilamiz davraga. Go'zal qo'shiqni hadya etadilar. Hozirgi taklif qiladigan ajoyib san'atkor, ajoyib xushovoz xonanda. Vodiyimizda o'zini o'rniga ega bo'lgan ajoyib san'atkor. Bu insonning qo'shiqlarini nafaqat erkaklar, balki ayollar juda yaxshi ko'radi. Sizlar ham qo'shiq aytgan. Kutib oling. Xonanda Akmal Sadiqxonovni qarshi kelib bilan marhamat. Ayollarni maqtab, qizi bolalarni maqtab qo'shiq aytgan san'atkor Akmal Sadiqxonov e'tiboringiz markazida azizlar. Avvalambor assalomu alaykum azizlar, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Kirib kelayotgan yangi yil bayramlari muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Xonadonlaringizda to'ylar bo'lsin ilohim.
hamisha yaxshi kunlaringizda san'atkorlar xizmatda bo'lsin. Doim sizlarni olqishlaringizda, to'ylaringizda xizmat qilsak, biz boshimiz osmonga yetadi. Ta'zim qilamiz muxlislarimizga. Sog' bo'linglar. Dunyoda bitta endi eshitadigan qo'shiq aytib beraman, chunki o'yinlar rosa bo'ldi shekilli. Dunyoda eng ulug' zot ona. Sizni, bizni dunyoga keltirgan, hatto payg'ambarlarimizni dunyoga keltirgan ona izorlarimiz bo'lishadi. Ruxsat bersalaringiz bitta onalar haqida qo'shiq bilan boshlasak, maylimi? Sog' bo'ling, rahmat. Ona izorim, ona izor derlar. Ah, ona izor, ona zor bo'lmasin yo'lingda zinhor. Onang hayot ekan, demak baxting bor. Boylik hashamlarim hech gapmas menga. Onam duolarim olsam bas menga. Onajonim duolarim olsam bas menga. Ona izor derlar, ah ona izor. Ona zor bo'lmasin yo'lingda zinhor. Ona izor derlar, ah ona izor. Sizlarni maqtayapman, donalarim bilan. Rahmat, sog' bo'ling. Rasmga oling. Ro'zg'or deb yugurdim, ulfat deb chopdim. To'y berib kimlarga kim xoblar yopdim. Ro'zg'or deb yugurdim, ulfat deb chopdim. To'y berib birovlarga kim xoblar yopdim. Shukr kim jannatni kalitini topdim. Farishtalar hamroh, ham nafas menga. Onam duolarin olsam bas menga. Onajonim duolarin olsam bas menga. Ona izor derlar, ah ona izor. Ona zor bo'lmasin yo'lingda zinhor. Ona izor derlar, ah ona izor. Ko'zim yoshli ko'zlarini ko'rib, samondek siniqqan yuzlarni ko'rib. Ko'zim yoshli, boshqa yoshli ko'zlarini ko'rib, samondek siniqqan yuzlarni ko'rib. Onasin boy bergan do'stlarini ko'rib, atrofda ko'rganim saboq dars menga. Onam duolarin olsam bas menga. Onajonim duolarin olsam bas menga. Ona izor derlar,
ah onayzor, ona zor bo'lmasin yo'lingda zinhor. Onayzor derlar, ah onayzor. Onalarimiz zor bo'lmasinlar yo'llarimizda. Sal pastroq solaylik mayli shuni. Onalarimiz zor bo'lmasinlar yo'llarimizda zinhor. Borlaringizga shukr, onalarimiz umri uzoq bo'lsin. Nima qilamiz? O'yinlar bilan davom etamizmi? Boshlaylikmi? Durdona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Ha, bale. Ha, davramizga marhabo. Bale. Ha. Husn jamolda bo'lding o'zing yagona, vasling orzulagay ning oshiq divona. Husn jamolda bo'lding o'zing yagona, vasling orzulagay ning oshiq divona. Oyda bo'lsang oy yuzing istab borardim, oyda bo'lsang oy yuzing istab borardim. Menga bir qadam endi Toshkent Farg'ona, menga bir qadam endi Toshkent Farg'ona. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Guldaningdan uzilmas davon lolasi, Majnun navolarim chin qalbim nolasi. Sovchi qo'ysa yo'q dema modi bolasi. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Ko'nglimga taxt ayog'ing ekan ostona, mehru muhabbat davodar toshxona. Ko'nglimga taxt ayog'ing ekan ostona, Mirzo Nursaya hayo sharqona. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Dovlaga qo'shig'i to'lib qo'shig'i, ey kutda bo'lmay qo'shig'i, voy qalon qo'shib kelmadi. Voy menim kelmadi durdona, bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Bir dona dona, bir dona dona, bir bor ko'rishmoqqa topkil bahona. Davom etamiz. Zulfiyaga qarama. Zulfiyaga qarama, mendan kuning ko'rasan,
meni yaxshi ko'radi. So'ra kimdan so'rasang, Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Kaltak yerdi Abdulla, kaltak yeb ham qaytmasdi. Ole o'sha zulfini kerakmas deb aytmasdi. Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Hey! Aqlli qiz Zulfiya hammasini biladi. Menga ko'zi tushganda jilmayadi, kuladi. Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Kitobimning ichida jilmayadi surati. Meni yaxshi ko'radi, meni yaxshi ko'radi. Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Yillar o'tdi Abdulla, hayot bizdan kuldi-ya. Sen u mendek yigitdan voz kechdi-ya Zulfiya. Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Aqlli qiz edi-ku, hammasini bilardi. Menga ko'zi tushganda jilmayardi, kulardi. Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Seniyam qoza ahmoq qildi-ya. Biz xizmatda yurganda tegib ketdi Zulfiya. Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Kitobimning ichida uchib tushar surati. Sevmaganman men uni Abdul yaxshi ko'rardi. Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Hey! Yirtaman deb suratin yirtolmayman har kuni. Sevmaganman men uni, sevmaganman men uni. Hey! Zulfiya Zulfiya kelmayadi Zulfiya. Akmal Sadiqxonov albatta jonli qo'shiqlar qarori. Har sagilani balalar cho'rasizlar xudo xolasa. Ana shunday kayfiyatda davom etamiz-da. Kelgan mehmonlarni quvoliklar nomidan qutlab qo'yish uchun ikki yozim tabrikka O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi taniqli shoira Zuhraxon Aliyevani ikki yozim fikrlari. Qarsagilar bilan marhamat. Assalomu alaykum, yana bir karra aziz quvaliklar. Bugun mana yangi yil arafasida kirib kelayotgan 2022-yil arafasida siz u biz juda bir go'zal davrada diydorlashib turibmiz. Shu davrani tashkil qilganlar, tashkilotchilarga, barcha ishtirokchilar nomidan tashakkurlar aytamiz va bugun mana biz kutgan san'atkorlar ajoyib bir san'atni darg'alari bilan diydorlashdik. Mani tilagim insonni mana shu qalbida nima niyatlari bo'lsa, shu yilni bo'sag'asida orzularini, tilaklarini Allohdan so'rar ekan va Alloh shu yaxshi niyatlarni shunday davralarda ijobat qilar ekan. Mani tilagim quvamizda obodonchiliklar, yangi bir o'zgarishlar bo'lsin va men bitta tilagimki kurrai zaminimizga avvalo tinchlik tilayman. Kurrai zamin, ona zamin tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'ladi. Yurtimiz tinch bo'lsa, xonadonlar tinch bo'ladi. Mani yagona istagim go'daylarning rahmiga Allohni
rahmi kelib go'daklarimizni hayoti kafolatli bo'lsin va turli kasalliklardan xoli ravishda yangi yilda shunaqa bir haligi niqoblardan qutulgan holda yangi yilni kutib olaylik deb orzu qilaman. Barcha iliq chehralar, go'zal qizlar, singillar, aka-ukalar o'tiribsizlar. Allohdan so'raylik, qalbimizni ana shu eng tubidagi tilaklarimizni ijobat qilish bilan birga bir-birimizga mehr oqibatimiz uzilmasin. Mehrli oqibatli bo'laylik. Va san'atkorlar mana chiroyli qo'shiqlarni aytishdi. Albatta bu chiroyli qo'shiqlar nimadan bino bo'ladi? She'rdan bino bo'ladi. Shoir she'r yozadi, musiqa bastalaydi, keyin qo'shiq dunyoga keladi. Men bir mana shu hofizlar, san'atkorlar haqida bir xalqimizni san'atsevarligini o'ylab turib yozgan 4 qator she'rimni tabrik o'rnida sizlarga aytib beraman. Ul menga mozidan beradi xabar. Shoh mashrab bosh urgan ostonalardan. Goh qalandar bo'ldim, gohida sarvar. Ishq ilohiy degan mastonalardan. Qoshimda o'ltirar miskin Huvaydo. Balki u ham dalli devonalardan. Ko'nglimda toza nur, ishq, mehr paydo. Ul hofiz kuylagan afsonalardan. Tangrim o'zing asra ko'hna dunyoni, nazm u navolarga begonalardan. Kim she'riyatni yaxshi ko'rsa, kim san'atni yaxshi ko'rsa, uni qalbi toza bo'ladi. Bu davrada o'tirganlarning hammasi qalbi toza insonlar. Shu tozalik sizni tark etmasin. San'at u nazm u navolar kechasida uchrashuvlarimiz bardavom bo'lsin. Davrani olib borayotgan shoirimiz, ajoyib inson G'ulom Ikromga ham ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hammalaring sog' bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Albatta quvamizni baxtiga omon bo'ling deymiz. Mana shunday kayfiyatda aytib o'tganimdek, ana endi sovg'asiz ketgandan ko'ra uyga sovg'a bilan ketgan qanday yaxshi. Bayramona sovg'ani taqdim etadi Ishonch do'konlar tarmog'i xodimlari. Qarsa kelar bilan marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Barchalaringizni yaqinlashib kelayotgan 2022-yil bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Albatta, Ishonch do'konlar tarmog'i bugungi xursandchilikka o'z hissasini qo'shish maqsadida bir ajoyib sovg'alar bilan tashrif buyurganmiz. Albatta, mana shu konsert dasturida ishtirok etayotgan barcha aziz mehmonlarimiz, opa-singillarimiz bizni qiziqarli shartlarimizda ishtirok etib, Ishonch do'konlar tomonidan mana shu bugungi konsertga ajratilgan ajoyib sovg'alarni qiziqarli shartlarimizda ishtirok etib yutib olishlaringiz mumkin. Ayni daqiqalarda bizga 3 ta ishtirokchi kerak bo'ladi. Ishtirokchilarimizni shu tarzda aniqlab olamizki, barcha aziz mehmonlarimiz telefonlarini qo'liga olsin. Men telefon raqamimni aytaman. Kim birinchi qo'ng'iroq qilsa, birinchi ishtirokchi, ikkinchi qo'ng'iroq qilgan ikkinchi ishtirokchi, uchinchi qo'ng'iroq qilgan uchinchi ishtirokchi. Demak, telefon raqamimni aytishni boshladim. Birinchi ishtirokchimizni aniqlashda davom etamiz. 90 kodi bilan 850 22 11. 90 kodi bilan 850 22 11 raqam. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Albatta, birinchi ishtirokchimizni aniqlab olamiz. 1898 raqam egasi. 1898. Marhamat. Birinchi ishtirokchimiz chap tarafdagi birinchi stolda aniqlandi. Demak, ikkinchi ishtirokchini aniqlaymiz. Yana xuddi o'sha raqamga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Ikkinchi ishtirokchimizni kutyapmiz. 1045 raqam egasi. 1045. Shu yerdami? Raqamlarining oxiri 1045. Qo'lini ko'tarib yorsin. Qani 1045. Marhamat, keling. Ikkinchi ishtirokchimizni ham aniqlab oldik. Marhamat, keling opa siz ham. Va nihoyat so'nggi ishtirokchimizni aniqlab olamiz. 1938 raqam egasi. 1938, marhamat. O'rningizdan turib qo'lingizni ko'tarib yorasiz. Mana opamiz, Xo'p, qo'ng'iroq qilishni to'xtatamiz aziz yurtdoshlar. Ayni daqiqalarda mana barcha aziz mehmonlar guvohligida 3 ta ishtirokchimizni aniqlab oldik. 3 ta ishtirokchimiz o'rtasida qiziqarli shartlarimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, har bitta ishtirokchimiz uchun Ishonch do'konlar tarmog'i tomonidan alohida sovg'a ajratilgan. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Marhamat, davramizga kelib olasizlar. 3 ta ishtirokchimizga hozir bittadan shar beraman, ya'ni bularning o'pkalarini tekshirib ko'ramiz, kimi nafasi baquvvatroq. Marhamat. Mana sizga birinchi shartimiz shundan iboratki, mana shu shartni kim birinchi nafas bilan
yorilguncha ishirish. Qo'l bilan chimdi bosib yorish mumkin emas. O'yin qoidalari buzilgan bo'ladi va o'yindan chetlashtiriladi. Shartimiz tushunarligi. Hamma tayyormi? 1, 2, 3. Ishtirokchilarimizga guldiroz qarsaklar bo'lib tursin. Xudo xolasa fayzli bo'ladigan umidamiz. Marhamat. Yaxshi qarsak bo'lsa mana shu sharlar yorilib ketadi. Birinchi ishtirokchimizni aniqlab oldik, ikkinchisiga. Ikkinchisi aniqlandi. Sizga ham alohida sovg'amiz bor, opa. Shu yerda bo'lib turasiz. Ikkita ishtirokchimizni aniqlab oldik. Marhamat, kelasizlar bu yerga. Ikkinchi shartimiz shundan iboratki, endi sizlarda bir nutqlaringizni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni tez aytish bor bizda. Kim ko'p aytsa, o'sha ishtirokchi birinchi o'rinni olgan bo'ladi va birinchi o'ringa ajratilgan sovg'ani ana shu insonga topshiramiz. Shartimiz tushunarligi. Bitta tez aytish aytaman, kim birinchi boshlaydi? Siz aytasizmi, opa? E'tibor bilan eshitib turing. Bu bog'cha boshqa bog'cha, 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 bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Shuni bitta nafasda kim ko'p aytsa, birinchi o'rinni olgan bo'ladi. Shartimiz tushunarligi. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1, 2, 3. Bu boshqa boshqa boshqa, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu boshqa bog'cha, bu boshqa bog'cha. To'xting. Umuman boshqa gaplarni gapirib yuboryapti opam. Opa, sizga yana bitta imkoniyat beraman. Birinchi boshlaganingiz uchun. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu boshqa, bu boshqa, bu boshqa emas. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Tushunarligi? 1, 2, 3. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu boshqa bog'cha. Bo'pti. Ikkita deylik, ikkita deb hisobga olaylik-a, ikkita mayli. Ikkita, orada bir adashdi. Ikkita deganlar bitta qarsicha o'ringlar. Endi 3 ta deganlar bitta qarsicha o'ring. Xo'p, 3 ta hisobga olaylik. 4 ta aytsangiz yutasiz opa. Siz ichingizdan ancha repetitsiya qilib oldingiz, sizga oson bo'lsa kerak. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Tayyormisiz? 1, 2, 3. Bu bog'cha, bu bog'cha. Opamizga ham bitta imkoniyat beraylik, endi odilona bo'lsin. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Tayyorsiz-a? 1, 2, 3. Bu bog'cha. Opamiz ham boshqa gaplarni gapirib yuborganligi uchun. Opa, ismingiz nima? Sayyora. Qayerda ishlaysiz? Maktabda. Nechinchi maktab? 26. 26 maktabdan Sayyoraxon opamiz birinchi o'rinni oldi. Guldiroz qarsaklar bo'lsin va ishonch do'konlar tarmog'i tomonidan mana shu oshxona to'plami sizga taqdim etiladi. Marhamat. Bundan tashqari ishonch nabor. Marhamat, sizga topshirib qolamiz. Shu yerda turib turasiz. Opa, keling. Ismingiz nima? Shahlo. Qayerda ishlaysiz? Maktabda. Siz ham maktabda. Nechinchi maktabda? 2-maktab. 2-maktabdan Shahloxon opamizga ham bitta qarsak olib qo'yasizlar. Shahloxon opamizga ishonch do'konlar tarmog'i tomonidan ajoyib fen taqdim etiladi. Marhamat. Va ishonch nabor siz uchun marhamat. Qani endi sharafli 3-o'rinni olgan opamiz. 3-o'rin. Opa, siz nechinchi maktabda ishlaysiz? Maktabda ishlamaysiz-a? Xo'p, 3-o'ringa ajratilgan sovg'ani mana sizga topshiramiz. Mana ishonch nabor siz uchun. Hammalaringizga e'tibor uchun rahmat. Bitta chiroyli rasmga tushib olamiz esdalikka. Bugungi xursandchilikdan chiqarib olish niyatlaringiz sovg'a egasini topib ketdi. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, aziz opa-singillarimiz, agarda yangi yilga yangi mahsulot xarid qilish niyatingiz bo'lsa, ishonch do'konlar tarmog'i Quva filialiga taklif qilamiz. Albatta,
7000 xildan ortiq mahsulotlarni faqatgina pasport evaziga byudjet tashkilotida ishlovchilar hamda pensionerlar bemalol xarid qilishlari mumkin. Yangi yilga yangi aksiyalarni boshlaganmiz. Bonuslarni 2 baravar qilgan holda yangi mahsulotlarni yangi yilga xarid qilasizlar degan umidamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Yaqin daqiqalar davomida e'tiboringiz markazida Yahyoxon bo'ldi. Qo'ldan kelgancha o'shda xizmatlaringizni sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling. Ishonch do'konlar tarmog'iga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hurmatli mehmonlar, eslatib o'tamiz, bugungi shodiyonamizni tashkillashda o'z beminnat yordamini ayamagan avvalboshi tuman hokimiyati nomiga, qolaversa ichki ishlar bo'lim boshqarmasiga, barcha davlat xizmatlari organlariga, qolaversa to'yxona ma'muriyatiga, barcha tashkilotlarga, tashkilotchilarga o'z minnatdorchilik bildirib qolamiz. Demak, barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Keyingi 2022-yilda ko'rishguncha, uchrashguncha deymiz. Barchangizga ko'tarinki kayfiyat, yil mobaynida hamrohingiz bo'lsin. Hammangizga tashakkur. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar deymiz.